24-oktyabr 2025 yilda soat 21:25 Milliy Tuda Tozalovchi serialining 80-seriyasi namoyish etiladi. Bu qism ayniqsa qiziqarli bo'lib, qahramonlarning yangi jihatlarini ochib beradi. Har chang ortida bir ayolning hikoyasi bor, har bir chang orqasida kuchli va bardoshli ayolning hikoyasi yashirin. Serial o'zining chuqurligi va realizmi bilan hayratda qoldiradi. Har bir sahna puxta o'ylangan, aktyorlarning o'yini esa tomoshabinni qahramonlar bilan birga his qilishga majbur qiladi. Asosiy qahramonlar orasidagi munosabatlarning rivojlanishi, ularning ichki hissiyotlari va qarama-qarshiliklari hikoyani jonli va boy qiladi. Tozalovchi drama va yengil komedik lahzalarni ustalik bilan uyg'unlashtiradi, muvozanatli atmosfera yaratadi. Ushbu qism tomoshabinlarni yorqin his-tuyg'ular, yangi burilishlar va ta'sirli lahzalar bilan quvontiradi.